Oka, to'xtang. Nima qilyapti bu? Ha, tinchlikmi? Tinchlikmi? Buncha qolib ketding? Bir soatdan beri kutib o'tiribmiz. Telefoningni nimaga olmaysan? Endi qanaqa bahona? Dunyoni qutqardingmi bu safar? Yo'q. Qara. Yo'lda kelayotgandim. To'satdan yo'limdan bitta odam chiqib, mashinani to'xtatib, Oka, srochni bansiga olib borib qo'ying, mani operatsiyam bor edi. Nech pulni sezib beraman. Ana yetdimi? Hop. men yo'q demadim. U o'tirdi va biz ketdik. Yo'lda u hammasini tushuntirib berdi. Bilsam, u shifokor jarroh ekan. Bir bemorini qora talog'i yorilib ketgan ekan. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak bo'lgan. Qora taloq nima edi? Selezionka. Mana momentda bo'ladi. Hop, keyinchi? Keyin men bosdim. Chunki bu yerda daqiqalar emas, soniyalar hal qiluvchi edi. Shifoxonaga yetib keldik. Doktor yugurib ichkariga kirib ketdi. Va to'g'ridan to'g'ri ishga tushib ketdi. Men ham yordamim tegib qolar deb o'sha yerda qoldim. Hop, keyin nima bo'ldi? Hammasi yaxshi bo'ldimi? Doktor qo'lidan kelgan hammasini qildi. Qancha urinishiga qaramay, afsuski ulgurmadik. 5-10 daqiqa yetmadi xolos. 5-10 daqiqa vaqtliroq borganimizda ulgurarkanmiz. Nima, undan boshqa doktor yo'q ekanmi больницada? Boshqa hamma jarrohlar o'sha payt operatsiyada bo'lgan ekan. Hop, shunaqa bemoring bor ekan. Uyda balo bormi? Mana endi qiziq joyiga keldik. U bechora 2 kundan beri navbatchiligini o'tab uyiga kelgan bo'lgan. 2 soat o'tmasdan uni chaqirib olishadi. U yo'lga otlanadi, mashinasini yoqadi va uyidan chiqmoqchi bo'lganida qarasa bitta befarosat darvozasining tagiga mashinasini qo'yib ketgan bo'ladi. Keyin u mashinani egasiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi. Haligi odam javob bermaydi. Va o'sha yerda 5-10 daqiqa vaqtini yo'qotadi. Keyin doktor duch kelgan mashinani to'xtatadi va u men bo'laman. O'sha befarosat 848 raqamli mashinani egasi bizani o'rtog'imiz Oybek bo'ladi. Sani kallang joyidami? Shunaqa ham hazillashadimi odam? Ha, kulyotganding-ku. Menga qara. Hazillashgan bo'lsang, mashinamni qat'iy qo'yganimni san qayerdan bilding? O'rtoq, stoyankada joy yo'q edi. O'shaning uchun mahallaga olib kirib qo'ydim. O'rtoq, hazillashding-a? Iltimos, hazillashdim degin.